Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammamizga ma'lum, bugungi kunda neft narxlari sezilarli darajada oshdi. Bu yog'larimizni narxini ham 35-40-50% ga oshishiga sababchi bo'ldi. Hamma firmada yog'lar oshgan hozirgi kunda narxi, lekin biz yog'larimizni narxlar oshishidan oldin olganmiz. Siklatimizda hali yuklarimiz serob, lekin tayyor ko'rinib qoldi. Shuning uchun mashinasi yog' yeydigan, tutab yuradigan shopir akalar uchun eng zo'r yechim Buyuk Britaniya texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilib turgan Azmol yog'imiz. Bor yo'g'i 1 litri 50 ming so'm. Xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Kelasizlar, yog'larni almashtirib ketasizlar. Yoki bo'lmasa Rossiyada ishlab chiqarilib turgan Forsaj yog'lari 10 ga 40. Buni ham bor yo'g'i 1 litr narxi 50 ming so'm. Kelinglar, yog'larini narx-navolar oshishidan oldin almashtirib ketinglar. Hamma yog'imiz haqiqiy firmani yog'i. Bemalol almashtirib ketishlaring mumkin. Bu videoni yog' almashtirishni rejalashtirib turgan do'stlarga jo'natamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz.